Tahorat shart emas. Qiblaga qarab turishlik shart emas. Falondaqa kiyimli bo'lish shart emas. Vaqt shart emas. Mana bugungi kunimiz o'tdi. Necha marta subhanalloh, astag'firulloh, Allohu akbar dedik. Ogoh bo'linglar, ko'zinglarni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi. Ha, mana zikrni moncha aytsam manaqa bo'lar ekan, duoni moncha o'qisam manaqa bo'lar ekan degan niyatda aytib qo'ysang, unda adashasan. O'zi zikrlarda hozir foydalarni aytib beraman. Ayrim zikrlarda xos foydalarni yozib keldim. Ungacha bilib olinglar nima uchun zikr aytish kerakligini. Bu bola Islombek, blogger. U muhtoj oilalarga yordam berib keladi. Ayrim gaplarini tushunmasangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaga Alloh taolodan dardmi? Lekin deganlar bu dardni davosi bor ekan deganlar. Bu bolani Moskvaga olib Hozirda shu bolaning operatsiyasi uchun mablag' to'planmoqda. Jami 300 ming rubl kerak ekan. Ehson pullari 19-martga qadar to'planadi. Sizni bolanizga o'tib, maktablarga boradi. Tadavvur qiling. Sizni bolangiz tilla abuqay nima qilarsiz? O'tiga shukur qiling. O'tini zakotini bering. Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ehson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ehson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir. Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, siz-u bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing. Telegram, WhatsAppdan. Insonni yaratgan, uni tabiatini bilgan Alloh taolo aytayaptiki, sizlarning qalbinglar faqatgina Allohning zikri bilan orom oladi. Demakki, insonning qalbi orom olgandan keyin, sakinat, taskin topgandan keyin u saodatli bo'ladi, baxtli bo'ladi. Hamma inson saodat istaydi, baxt istaydi, osoyishtalik istaydi, sakinat istaydi. Va mana shu maqsadga yetishlikda kimdir boyligini maqsad qilib qo'yadi. Boylikka yetsam baxtli bo'laman deydi. Kimdir mansabga yetsam deydi. Xullas, har kim o'zicha bir andozalarni, miqyoslarni, o'lchovlarni qo'yib olgan oldiga. Lekin siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz subhanahu va taolo aytayapti: "Ogoh bo'linglar, ko'zinglarni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi." Bugun zikr haqida suhbat qilamiz. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra qalbni ochadigan boshqa amal yo'q. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra savobi ulug'roq bo'lgan amal yo'q. Demak, insonning qalbini ochilishligi, yuksalishligi Allohning zikriga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Fazkuruni azkurukum." Ey bandalar, meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Bilasizlarmi? Yer yuzida bir jannat bor. Allohning zikri degan jannat. Allohning zikri bu yerdagi jannat. Kim mana shu yerda yashab turib, shu jannatga kirmagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Ilm majlisi, Qur'on tilovati, Allohning zikri bo'lgan halqalar. Mana shu zikrda o'tirgan odam jannatga kirgan hisoblanadi yer yuzidagi. Endi yer yuzidagi jannatga kirdimi, inshaalloh oxiratdagi jannatga ham kiradi. Allohning zikri, birodarlar, qalbni toyilishdan, mashaqqatlardan, iztiroblardan qutqarish degani. Allohni zikr qil, birodar. Zikring uni orqasidan keladigan foydalar uchun bo'lib qolmasin. Juda ham nozik nuqta shu. Boshida aytib qo'yay. Allohni zikr qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Maqsad shu bo'lsin. Allohni zikr qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Allohni zikr qilsang, uni muhabbatiga erishasan. Mana shu maqsadda zikr qil. Undan keyin keladigan narsalar Allohning hadiyasi deb qara. Ha, mana zikrni moncha aytsam manaqa bo'lar ekan, duoni moncha o'qisam manaqa bo'lar ekan degan niyatda aytib qo'ysang, unda adashasan. Allohning roziligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohga yaqin bo'lish uchun degan niyatda zikr ayt, shu zikring to'g'ri bo'ladi, shundan keyin u zikrning foydalarini ko'rasan. Kim Alloh uchun 40 kun taqvo qilsa, uni tilidan hikmat chashmalari otilib chiqadi degan hikmatni eshitdi bir odam.
40 kun Alloh uchun taqvo qildi nazarida. Lekin 40 kun o'tgandan keyin tilidan hikmat chashmalari otilib chiqmadi. Otilib chiqmadi-yu dedi, sendan otilib chiqmaydi deyildi. Chunki u taqvoni Allohni rozi qilishi uchun emas, shu hikmat chashmasiga ega bo'lish uchun qilgan edi. Tushunarlimi birodarlar? O'zi zikrlarda hozir foydalarni aytib beraman. Ayrim zikrlarda xos foydalarni yozib keldim. Ungacha bilib olinglar nima uchun zikr aytish kerakligini. Xulosa, zikrni Allohni rozi qilish uchun aytamiz, undan keyin nima bo'lsa Alloh taolaning fazli. Zikrning asosiy maqsadi shu bo'lsin. Shundan keyin zikrning orqasidan keladigan foydalar, endi u yog'i Alloh taolaning marhamatidan qabul qilasan. Allohni zikr qilish bu yaxshiliklarga, yutuqlarga erishishning eng oson va eng yaqin yo'li. Zikrni nima foydalari, qanday ulkan foydalari borligini bilmoqchi bo'lsang, kitob va sunnatga nazar sol, shuni o'zi kifoya qiladi. Sen birodar har kuni zikr malhamini olib, sinab ko'rib, shifoga erishgin. Allohni zikr qilish bilan qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u bulutlari tarqaydi. Allohni zikri bilan mashaqqat, kulfat, afsus tog'lari surilib ketadi. Zokirlarning qalblari osoyishta, osuda va xotirjam. Bundan ajablanma. Allohni ko'p zikr qiladiganlarning hayoti osuda ekanligidan ajablanma. Buning o'rniga sen Allohni zikr qilmay yurgan g'ofillar qanaqa qilib yashayapti-kin deb hayron bo'l. Bir kunda bir marta Alloh demaydiganlar bor. Yekkanda bismillah demaydi, o'tirganda bismillah demaydi, Allohni eslamaydi. Allohni zikridan g'ofil bo'lgan insonlar qanaqa qilib hayot kechiryapti-kin, shundan hayron bo'l birodar. Alloh taolo aytadi: "Amwatun g'ayru ahya va ma yash'uruna ayyana yub'athun." Ular jonsiz o'lik. Ya'ni nafas olyapti, yuribdi, lekin o'lik va qachon qayta tirilishlarini ham sezmaslar. Shuning uchun birodar, qiynalgan bo'lsang hayotda, charchagan bo'lsang, mashaqqatlardan shikoyat qilib yig'layotgan bo'lsang, uni ismini zikr qil. Uni muqaddas ismi bilan duo qil, iltijo qil. Hal ta'lamu lahu samiyya. Unga teng biror zotni bilurmisiz? Birodar, seni qalbingning xotirjamligi Allohni zikr qilishingga bog'liq bo'ladi. Qancha ko'p zikr qilasan, qancha ixlos bilan, qancha bir e'tiqod bilan zikr qilasan, qalbing shuncha xotirjam bo'ladi. Bu meni gapim emas. Bu Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilan orom oladi. Hammamiz xohlaymiz bir narsani bilishni. Nima u deng? Allohning huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Xohlaymiz-da. Alloh meni qadrlarmikin? Allohning huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Bilishni xohlaysan, birodar? Albatta xohlaysan. Buni yo'li bor. O'zingga qarab ko'r. Sen uchun Allohning zikri qaysi o'rinda? Allohning zikr qilishligini qadri senga qanchalar baland? Shunga qarab seni ham qadring belgilanadi Allohning huzurida. Zikr siz uchun qanchalar qadrli? Shunga qarayanda bu yog'ini bilib olavering. Endi tushunyapsan birodar, nima uchun qalbingda doim siqilish, tashvish, qo'rquv bor? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar shunqa bir siqilib, bo'g'ilib yashaydi? Nima sababdan mana shu narsalar qalblarimizni egallagan? Endi anglayapsizlarmi? Agar bizni ham qalbimiz mana shunaqa siqilishda, istirobda, bo'g'ilishda bo'lsa, demak, buni sababi nima ekan? Allohning zikridan uzoq ekanmiz. Shuning uchun shu muomalaga kirib qolamiz. Endi qutulish yo'li Allohning zikriga qaytaylik. Voy birodarlar, zikr shunaqa zo'r ibodatki, uni vaqti yo'q. Albatta tahorat bo'lish shart emas, masjidga borish shart emas, yurib ketayotib aytsangiz bo'ladi, o'tirib aytsangiz bo'ladi, yonboshlab olib aytsangiz bo'ladi, aytsangiz bo'ldi. Shunaqa yengilki, shuni ham aytmaymiz-da. Nimaga aytmaymiz? Tillarimizga og'ir. Kishi Allohning zikrini tiliga kelishligi og'ir bo'layotganligi uning qalbidagi nifoq sababidan deyiladi. Tilingizga zikr kelishi qiyin bo'lyaptimi? Majbur qilib bo'g'ib aytyapsizmi? Zikr qilishlik oson emasmi, qiyin bo'lyaptimi? Qalbingizdagi nifoqning belgisi bor deydi ulamolar. Allohning zikri degani Allohga suyanish degani. Unga suyanish degani, ishonish degani, tavakkul qilish, qaytish degani. Allohning zikri degani Alloh haqida yaxshi gumon qilish degani, undan yengillikni kutish degani. Agar duo qilsang, Alloh senga yaqin.
Nido qilsang eshitadi, so'rasang ato qiladi. Shuning uchun Allohga zorlan, duo qil, undan qo'rqin. Sano ayt, hamd ayt, duo qil, istig'for ayt, uni pokiza ismini doim tinimsiz takrorla. Inshaalloh uni madadi bilan saodatni topasan, omonlikni, xursandchilikni, nurni, osoyishtalikni inshaalloh qo'lga kiritasan. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom oladi. Bo'ldi, ertadan shu zikrlarni aytaman degan xulosa bilan chiqib ketish kerak. Tevada 18 ta mavzu o'tdikmi? U bir tomon bo'lsa, bu o'zi bitta alohida tomon. Tushunyapsizlarmi? 18 ta darsimiz bitta pallada, mana shu zikr bitta pallada. O'sha 18 ta o'tgan narsamizni doim hayotımizda turishi, o'shunga amal qilishligimiz zikrga bog'liq. Estağfirullah. Fa'atahumullohu savabad dunya va husna savabil axirah vallohu yuhibbul muhsinin. Bas mana shunday zokirlarga Alloh dunyoda ham savob, g'alaba, mol davlatni berdi va oxiratda ham go'zal ajrni, jannatni ato qiladi. Kimga? Zokirlarga. Allohni ko'p zikr qiluvchi bandalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Abu Dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga qaraymiz. Rasululloh aytadilar, sizlarga amallaringlarning eng yaxshisini o'rgataymi? Podshohlaringiz huzuridagi eng pokizasini o'rgataymi? Darajalarni ko'taruvchi, oltin, kumushni sarflashingizdan ko'ra yaxshiroq, dushmanga ro'baro bo'lib, sizlar uni bo'yniga qilich urishinglar va ular ham sizlarni bo'yningizga qilich urishidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi? Ha deyish sahobalar. Zikrulloh dedilar Rasululloh. Allohning zikri, Allohning zikri. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng ulug' amal. Allohni zikr qilish eng ulug' amal. O'lik inson, o'lik uy. O'lik inson nafas olib turib harakatlanayotgan bo'lsa ham o'lik. Qalbingda qo'rquv, xavotir, vahima, siqilish bormi? Bu nima sababdan shular bor, bilasanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul ladzi yazkuru robbahu val ladzi la yazkuru robbahu kamasalil hayyi val mayyiti." Buxoriydan. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Nafas olib yurgan bo'lsa-yu Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, bu odam o'lik deyapti payg'ambarimiz. Endi bu o'lik qalbda qadam xursandchilik bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda qadam bir osoyishtalik, sakinat bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda saodat qayerdan bo'lsin? O'li bo'lgan bu qalb. O'lik uy. Uy ham o'lik bo'ladi. Garchi ichida odamlar yashayotgan bo'lsa ham. Imom Muslim keltirgan hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Masalul baytillazi yuzkarullohu fihi val baytillazi la yuzkarullohu fihi masalul hayyi val mayyiti." Ichida Alloh zikr qilinadigan uyning misoli va ichida Alloh zikr qilinmaydigan uyning misoli tirik bilan o'ligning misoliga o'xshaydi. Qarang, tirik uy bor ekan, o'lik uy bor ekan. Tirik odam bor ekan, o'lik odam bor ekan. Allohni zikr qilgan odam tirik, Alloh zikr qilingan uy tirik. Endi Allohni zikr qilmagan odam o'lik, Alloh zikr qilinmagan uy ham o'lik, o'likning ichidagi o'liklar. Uyingda birodar baraka yo'qmi? Osoyishtalik, sakinat yo'qmi? Qarab ko'rchi, uyingda Allohning zikri bormikin? Yo'q. Ko'pchilik uylarda Allohning zikri yo'q. Unda nima bor uylarda? Sanaymiz. Konsertlar, futbollar, masxarabozlarning tomoshalari, seriallar, oldi qochdi shoular. Agar seni birodar uyingda faqat shular bo'layotgan bo'lsa, sen qaysi saodatni uyingda istayapsan, birodar? Bunaqa Allohning zikri bo'lmaydigan uyda qanaqa sakinat bo'lishi mumkin? Axir bu uyga shaytonlar to'lib bo'lgan u. O'lik uyning ichidagi o'lik odamlar. Bir odam Alloh taolodan duo qilib bir hojatlarni so'raydi. Yana boshqa bir banda Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, doim tili zikrda, zikr shunaqa band qilib qo'yganki, nimani so'rashligi esdan chiqib qoldi. G'ami, kamchiligi esdan chiqib qoldi. Endi buni holati nima bo'ladi?
Rasululloh aytadilar, kimni meni zikr qilish o'zining hojatini so'rashdan to'sib qo'ygan bo'lsa, zikrni ko'p aytganligi bilan ovora bo'lib, ko'p zikr aytib, hojatini so'rash esdan chiqib qolsa, bas men unga so'rovchilar so'raydigan narsalardan ko'ra afzalroq narsani ato qilaman. Siz zikrni qilavering-da, indamay qo'ying nima kerakligini. Chunki Robbingiz o'zi biladi sizga nima kerakligini. So'rash ibodat. Zikr ham ibodat. Lekin zikrni qarang-da, ham zikr bo'lyapti, ham so'rash bo'lyapti bir vaqt o'zida. Shuning uchun aytildi-da, "Vala zikrullohi akbar." Allohning zikri eng buyuk amal. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman." Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz? Aqlingiz bavar qiladigan narsa emas. Siz aqlingiz yetmaydi. O'ylang, bir mahallangizda bir odam bor edi yoki billa katta bo'lgan o'rtog'ingiz bor edi. Billa yasharingiz, bir kun kelib prezident bo'ldi. Mamlakatingizning prezidenti bo'ldi. Keyin rosa mansabda cho'qqisida turgan paytda bir intervyusida sizni esladi. Men maktabda o'qigan paytimda falonchi o'rtog'im bo'lardi. Shu mana fandan menga yordam berar desa, bilasizmi qanday baxtli his qilasiz o'zingizni? Chunki sizni kim zikr qildi? Kim esladi sizni? Prezident. Endi Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Agar banda meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman. Agar meni o'sha bandam bir majlisda, maloda, bir jamoat ichida zikr qilsa, men u bandamni ularning majlisidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan majlisda zikr qilaman. Maloil a'lo, maloikalarning majlisida zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Alloh sizni zikr qilsa, birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu banda bilan birga bo'ladi. Alloh siz bilan birga bo'lishini xohlasangiz, Allohni zikr qiling. Qo'llab-quvvatlaydi. Yana nima kerak sizga boshqa? Nima kerak yana sizga boshqa? Allohga sen banda zikrni ko'p aytib, unga yaqin bo'lganing sari Alloh ham senga yaqin bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Sabaqal mufarridun." Mufarridlar o'zib ketdi hammadan. Aytishdiki: "Ya Rasululloh, mufarridlar kim?" Rasul aytdilar: "Az-zakirunalloha katiran vaz-zakirat." Imom Muslimdan. Allohni ko'p eslaydigan erkaklar, Allohni ko'p eslaydigan ayollar. Mana shular o'zib ketishdi. Hamma narsada o'zib ketishdi. Mana endi zikrda qanchalar muhim narsa ekanligi va qanchalar oson, qulay narsa ekanligi, maqsadimizga yetkazadigan eng oson va qulay yo'l ekanligini tushundik. Mana endi ayrim zikrlarning fazilatini aytib beraman. Nimaga aytmayapman shu zikrni men deysiz? Abu Umoma Bohili roziyallohu anhuning hadisi. Abu Dovuddan keltiriladi. Kunlari birida Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu masjidda namozdan bir tashqari vaqtda ko'p o'tiradigan bo'lib qoladi. Rasululloh buni kuzatib turib: "Ey Abu Umoma, nimaga bu ko'p o'tiribsiz namozdan tashqari vaqtlarda?" deganida hali sahoba boshini egib o'tiribdi-da: "Ya Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p" deydi. Kimi g'ami yo'q? Kimi g'ami yo'q? Boyda ham, kambag'alda ham g'ami bor. Kambag'al qarzni to'lamay g'amda bo'lsa, boy haqini undira olmay g'amda. To'g'rimi? Rasululloh aytdilar: "Men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularda aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi." Endi qanday? Shu gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib, qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarda foydasi yo'q-da. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni sust. Undan ko'ra $1000 berganingiz yaxshi uni qo'liga. Narxini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. O'rgating yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deng: "Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal
va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri rijal. Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi deydi. Endi aytamiz, chunki g'am hal bo'lar ekan, qarz uzilar ekan. Lekin boshida aytdik darsimizni. Bu zikrlarda aytishdan maqsad Allohning roziligi, Allohning muhabbati, Allohning yaqin bo'lishlik bo'lsin. Bu masalalar keng bevoradigan narsalar. Bir qori ukam shu muammoga kirib qolganda men ham xuddi shu nasihatni qilgan edim. Bir oy o'tmadi domla, hamma yo'q hal bo'ldi deb keldi. Chunki biz o'zimiz ham ko'rganmiz-da bu zikrda aytib turib, hayotimizda ta'sirini, hayotimizda samarasini ko'rganmiz. O'shuning uchun ishlanib aytgan edik. Ishlanib olib, ishlanib aytgan ekan, Alloh hal qilibdi. Bir oyda problemalar hal bo'ldi domla deyapti. Birodarlar, uyga kirib olib yig'laysiz. Yig'laysiz. O'sha qilgan duolaringizni, zikrlaringizni foydasini ko'rganingizda kirib shukronasiga yig'laysiz. Lekin zikrni umuman qo'ymay qo'yasiz. Zikrni umuman tilingizdan qo'ymay qo'yasiz. Biz mana shu hadisni voqeligini hayotimizda o'zimiz ham ko'rdik, shogirdlarimizni ham ko'rdik, sizlarda ham inshaalloh ko'ramiz. Faqat ixlos bilan aytilsin, doimiy bo'lsin. Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil ila Rasululloh. Shoshilmasanglar duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshilamiz yo Rasululloh? Rasululloh aytdilar, sizlardan bittanglar Allohga duo qiladi, keyin aytadi, duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deydi. Mana shu odam shashiltirdi, endi buni duosi ijobat bo'lmaydi. Istig'forning ayrim foydalari. Nuh alayhissalom o'zini qavmini 950 yil da'vat qildi. Va ularga Robbilariga istig'for aytishlikni buyurdi. Avvalambor gunohlarga mag'firat. Men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar, albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Ikkinchisi, yomg'ir yog'ishiga sabab. Yursilis sama alaykum midrara. U zot ustinglarga osmondan yomg'ir yog'diradi. Rizqmi, barakami? Uchinchi foydasi, moli dunyo, farzandlar bilan quvvatlaydi. Va yumdidkum bi amwalin va banin. Va sizlarga moli dunyo, bola chaqa bilan madad beradi. To'rtinchi foydasi, bog' va bo'stonlarga sabab bo'ladi. Va yaj'alakum jannatin. U Alloh sizlarga bog' va bo'stonlarni beradi. Beshinchi foydasi, daryolarda suvni serob bo'lishiga sabab. Va yaj'alakum anhara. Sizlarga oqar daryolarni ato qiladi. Bitta istig'forga. Oltinchi foydasi, jismoniy quvvatingga quvvat bo'ladi istig'forni ko'paytishing. Va yazidukum quvvatan ila quvvatikum. Va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat beradi. 7-chi foydasi, istig'for chiroyli rizqni kelishiga sabab bo'ladi. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. U Alloh sizlarni ma'lum muddatgacha chiroyli rizq bilan bahramand qilur. 8-chi foydasi, har bir fazl egasining fazliga erishishiga sabab bo'ladi. Va yu'ti kullazi fadlin fadlahu. Va har bir yaxshilik sohibiga yaxshilik mukofotini berur. 9-inchisi, balolarni daf bo'lishiga sabab bo'ladi istig'for. Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastaghfirun. Modomiki ular istig'for aytib turar ekan, Alloh ularni hargiz azoblamaydi. Sanab chiqamiz, kelinglar. Istig'forning birinchi foydasi gunohlarga mag'firat. Yomg'ir yog'ilishiga sabab, moli dunyo, bola chaqa, bog' bo'ston, daryolar, quvvat, chiroyli rizq, har bitta fazl egasi fazlini oladi, balolarni daf bo'lishi. Bitta istig'for uchun. Yana nima kerak sizga? Yana nima kerak? Nimada yuribsiz o'z ko'chada? Bola, chaqa, tirikchilik, hammasi istig'forning ichida turibdi. Quvvatda yurmayapsiz ko'chada, quvvat ishida ekan. Daryo, yomg'ir, bog'roq nimani evaziga berilyapti? Voy, men nima qilib yuribman istig'for etmasdan degan xayol keldimi kallanglarga? Astagfirullohal azim va atubu ilayh. Astagfirulloh va atubu ilayh. Astagfirulloh. Qaysinisi tilingizga qulay? Ketkuchi aytib keting shuni mashinada uyingizga. Ishga ketkuchi aytib keling. O'tirib ayting, turib ayting, ishga ketayotib ayting, yurib ketayotib, kiyinayotib ayting, zikr ayting birodar. Bilasizmi zikr nimaga o'xshaydi? Tuyaydagi gul qurishni boshlaganda suv qo'yasiz, u gul yashnaydi. Ana shu gul siz bilan bizning qalbimiz.
Ana shu quyilayotgan suv Allohning zikri. Shuning uchun aytdik, Allohni zikr qilayotgan odamning qalbi xotirjam, osoyishta bo'lganiga hayron bo'lma. Allohni zikr qilmayotganlar qana yashayotganiga hayron bo'l. Salovatning foydalari. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishning foydalari. Rizqning keng bo'lishi, hojatlarning ravo bo'lishida Rasulullohga salovat aytishlikning fazilati. Odamlarning ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishligidan bexabarligi uchun salovatga beparvo. Qaytarib aytaman. Payg'ambarimizga salovat aytishlik hamma muammolarni hal bo'lishligini sababi insonlarda aqli yetmaydigan, insonlarda qo'lidan kelmaydigan masalalarni hal bo'lishi ham salovatga bog'liq. Ishonasizmi, birodar? Ishoning. Qanday endi men Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb yursam, problema seniki hal bo'lmaydi. Seniki hal bo'lmaydi million marta aytsang ham, chunki iymon yo'q. Endi u problema hal bo'lish uchun aytyapsan, o'shuning uchun ham hal bo'lmaydi seniki. Avvalambor Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik Allohning buyrug'i. Astagfirullah. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh ham salovat aytadi payg'ambarga, malaikalar ham aytadi salovat payg'ambarga va ey mu'minlar, sizlar ham payg'ambarga salovat aytinglar. Qarang, Alloh taolo o'zi aytayapti salovatni. Tushunyapsizlarmi qanaqa ulug' ibodat bu? Ubay ibn Ka'bning hadisiga murojaat qilamiz. Ubay ibn Ka'b mushtahid sahobalardan bo'lgan. Eng peshvo ilmdagi sahobalardan bo'lgan. O'zini qiladigan duolari bo'ladi kunda. Ya Rasululloh, shu duolarim ichidan qanchasini sizga salovat qilay dedi. Duo qiladi, qanchasi sizga salovat bo'lsin dedi. Rasululloh aytdilar, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmini qilaymi, 3dan 1ni qilaymi? Payg'ambarimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha o'zingga yaxshi deurdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duoyimni sizga salovat qilib olaman dedi. Faqat salovat aytaman dedi. Mukofotni qarang. Rasululloh aytdilar, "Idan tukfa hammaka va yughfar zambuka." Unday bo'lsa, bu ishingiz g'amlaringizga kifoya qiladi, gunohlaringizni mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Salovatni qancha ko'p aytsang, muammoing qolmaydi deyapti. Imom Bayhaqiy Shu'abul Iymonda Anas ibn Malikdan keltirilgan hadisda aytadi, kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz-a? Ertaman chiqib kech-kech yurasiz, bitta problemangizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoini hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Muhammad alayhisalomga salovat aytishning samaralari. Salovatni ko'p aytgan odamga savoblari 10 barobar ko'paytiriladi. Darajasi 10 barobar ko'tariladi. 10 ta gunoh o'chiriladi. Qiyomatda shafoatga ega bo'ladi. Alloh taolo uning g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Malaikalar unga salovat aytadi. Allohning amrini bajo keltirgan bo'ladi. Duolarning ijobati bo'lishiga sabab bo'ladi. Mo'min kishi salovatni ko'paytar ekan, baxilligidan omon bo'ladi. Baraka kelishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kuni bandani qadami sobit bo'ladi. Allohga yaqin bo'ladi. Dunyo oxiratda maqsadiga erishadi. Rahmat eshiklari ochiladi. Payg'ambarga salovat ko'paytgan kishiga payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati isboti topiladi. Faqirlikni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmonning qalbi tirilishiga sabab bo'ladi. Rasulullohga manzilat jihatdan yaqinlashadi va yana bundan boshqa 100 dan ortiq fazilatlarga, xayriyatlarga ega bo'ladi. Kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat etgan kishi. Ana istig'forning foydasi. Ana salovatning foydasi. Yana aytiladi, kim kalima tavhidni la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah
Lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodirni bir kunda 100 marta aytsa 100 ta gunoh o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Yana nima kerak bizga? Afzalu zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh. Rizq masalasi birodarlar doim dolzarb mavzu bo'lib kelgan. Rizq juda ko'p odamlarning asosiy birinchi o'rindagi g'amiga aylanib qolgan. Hamma zamonda, hamma makonda yashagan odamlarni bu mavzu o'ylantirgan. Albatta odamga tirikchilik kerak. Uy kerak, kiyim-kechak kerak, oziq-ovqat kerak, oila kerak, mashina kerak, uy-joy kerak, xullas tirikchilik kerak. Endi mana shu rizq masalasida, tirikchilik masalasida odamlarni hammalarini tasavvurlari har xil. Modomiki shariatimiz siz bilan bizni har bitta qiladigan ishimizga, hayotimizda uchraydigan har bitta masalaga javobi komil bo'lgandan keyin tabiiy suratda rizq haqida ham shariatimizning ko'rsatmalari aniq ravshan. Inson bu dunyoda saodatli hayot kechirishligi uchun albatta tirikchiligi o'rnida bo'lishi kerak. Ammo saodatni faqat mana shu puldan, pulni ko'pligidan, boy bo'lishdan deb o'ylaydigan odamlar ham bor. Bunaqa odamlar o'lchov tushunchasi, tasavvuri noto'g'ri bo'lganligi uchun hamma narsani pul hal qiladi deb o'ylashadi. Qaysi narsani pul hal qila olmasa deydi, uni katta pul hal qiladi deydi. Va mana shu e'tiqodini to'g'ri deb biladida, shu e'tiqodini yo'lida nimalarga o'zini o'rayotganligini ko'rmaysiz. Lekin haqiqatda shunaqami? Insonni saodatli hayot kechirishi uchun eng asosiy narsa pulmi? Yo'q. Eng asosiy sabab bu uning o'lchov tushunchalarining to'g'ri bo'lishligi, tasavvurlarining to'g'ri bo'lishligi. Agar faqatgina pul bilan inson baxtli bo'ladi deyilsa, boy odamlarning ichida bironta baxtsiz qolmasligi kerak. Hammasi baxtli bo'lish kerak. Lekin haqiqatdan shunaqami? Birodarlar, baxt bu pulni ko'pligida emas. Baxt faqatgina sog'ligida emas. Baxt faqatgina tinchlikda emas. Bular har bittasi baxtni tashkil qiladigan bir unsurlar, elementlar. Baxt birodarlar o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligida. Iymonda va o'lchov tasavvurni, o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligida. Lekin rizqing keng bo'lsa, boy bo'lsang, sen baxtlisan degan tushunchani mahkam ushlagan odamlar mana shu pul topishlikka, rizqqa kirganda nima ishladi qilayotganini ko'rib hayron qolasiz. Qarindoshchilikni uzayotgan shular, tarozdan urayotganlar shular, har xil firibgarlik qilayotgan shular. Ustaga ishonib turib, uydagisi shunday topshirib qo'yadi pulni. Buxgalteriyani. Mana Xudo berdi-da. To'g'rimi ustalar? Xudodan qo'rqmagan, rizq haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lmagan, taqvosi bo'lmagan odamga bo'lib beradi-da. Bitta nol qo'shib qo'yaveradi. Bitta virgulni bu yoqqa olib qo'yaveradi, bo'ldi, bo'lib ketadi shu bilan. 5 so'mlik narsani 5 so'mga elitdinga qayerdan biladi? Va mana shu tasavvuri bilan, shu o'g'irligi bilan, xiyonati bilan yutyapman deb o'ylaydi. Vaholanki yutkazyapti bu odam. Shunday emasmi? Alloh azza va jalla bu haqida nima deydi? Astagfirullah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, unga mahrojni beradi. Nima u mahroj? Bir mushkilaga, muammoga kirib qolsa, shu mushkiladan chiqib ketadigan eshik. Kim taqvo qilsa, har qanday muammodan chiqib ketadigan yo'lni Alloh ko'rsatadi va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Muammodan chiqib ketgandan keyin uni deyapti Alloh, kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Bugungi mavzuyimiz uni o'zi kutmagan joydan rizqlantirib qo'yadi. Birodar, rizq ista. Tirikchiligini yaxshi qilishiga harakat qil. Chunki pul topaman, bola chaqa boqaman deb tirikchilikka ko'chaga chiqishliging o'zi bu mahmud ish, maqtalgan ish. Bola chaqani boqaman deb ko'chaga chiqqanliging o'zi ibodat. Ha, rizq izla. Bu ibodat o'zi asli. Lekin ochko'z bo'lma. Uni kutmagan joydan o'zi rizqlantirib qo'yadi. Birinchi xulosamiz shu. Ikkinchi xulosamiz rizq izla, lekin ochko'z bo'lma.
Rizq haqida bilishimiz kerak bo'lgan muhim narsalarning birinchisi, siz bilan biz hali dunyo yuzini ko'rmay turib, onamizning qornida 121 kunga to'lgan kunimizda farishta kelib, rizqimiz bilan ajalimiz yozib qo'ygan. Shunga iymoningiz komil bo'lsin, birodar. Undan ko'paymaydi ham, ozaymaydi ham. Erta ham kelmaydi, kech ham kelmaydi. 121 kunda farishta kelib, rizqimizni, ajalimizni yozib qo'ygan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, biron jon o'z rizqi va umrini to'la olmagunicha o'lmaydi. Rizqingga yozgan bo'lsa shu narsa keladi senga. Ungacha o'lmaysan. 40 yil qirongachilik bo'lsa, beajal bitta chivin o'lmaydi. Deydi-yu, qo'qoradi. Endi nima bo'lar ekan? Un qimmatlab ketdi. Endi nima bo'lar ekan? Dollar ko'tarilib ketdi. Iymon qani? 70 so'mdan benzin qo'yapmiz, birodarlar, o'ylab ko'ringlar. Birodarlar, xotirjam bo'linglar. 100 so'm bo'lsa qo'yamiz. 500 so'm bo'lsa ham qo'yamiz. Chunki o'sha mashinani minishimiz rizqimizga yozilganmi? Xotirjam bo'ling, g'am qilmang, birodar. O'sha 500 so'mni Alloh beradi. Ishonmaysizmi? Shunday ekan, birodar, nima qilasan jazovaga tushib, bezovta bo'lib, nimaga haris bo'lasan bu dunyoga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dardo roziyallohu anhudan sahih hadis: "Innar rizqa la yatlubul abda akthara mimma yatlubuhu ajaluhu." Albatta, bandaning ajali uni qidirganidan ko'ra, uni rizqi ko'proq qidiradi. Sizni ajalingiz ham qidirib yuradi. Ajalingiz quvib yuradi. Xuddi shunga o'xshagandek rizqingiz ham quvib yuradi. Rizqingiz sizni talab qiladi, xuddi ajalingiz talab qilgandaqa. Ajal adashmaydi. Yozilgan vaqtda, yozilgan joyda, yozilgan soatda oladimi? Xuddi shunga o'xshagandek rizqingiz ham sizni topib keladi. Xotirjam bo'ling. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana bir xurmo donasini topib oldilarda, qarab turib, agar sen o'zing kelmaganingda biz o'zimiz borardik dedilar. Ya'ni qo'liga tushdimi boyaydigan, yeydigan xurmasi o'zi kelib qoldi. Demak, shuni yedimi, o'tdimi? Demak, shu kelardi. Agar kelmasang biz borardik deyapti. Demak, siz bormasangiz ham keladigan rizqingiz kelar ekan xo'p. Ha, bu yerda hech narsa qilmay o'tirib ol degan gap yo'q umuman. Bu yerda iymon e'tiqodi o'rnida bo'lgan odamlar o'tiribdi. Buni ko'p sharhlash kerak emas. Qorakalaringni gapiga qarasang, olma pish ozimga tushib o'tirdi-o'radi. Kim aytdi senga uni? Kim aytdi senga uni? Istak yigidi top, oshcha shovqin qilma qochib ketmasin. Kamoningni cho'z, qo'yib yubor. Lekin tavakkal qildi u yog'ini. Kamon qo'lingdan chiqib ketdi o'qi. Endi seni qo'lingda hech narsa yo'q. Shu yog'ini tavakkal qil deyapmiz. U to'rgan tomon gugumot otib qo'yib turib kiyik istamaydi-da odam. Birodar, Alloh Razzoq. Hamma mahluqotning rizqini beradi. Hammani rizqini o'zini zimmasiga olgan. Seni ham, meni ham rizqim Allohning zimmasida. Ana shu rizqni o'zi belgilab qo'ygan. O'sha belgilangan rizqdan ortib ham ketmaydi, kamayib ham ketmaydi. Siqilma, o'kinma, g'am qilma, mahzun bo'lma. Chunki peshinangga nima qilingan? Yozib qo'ygan rizq. Qarang, yer ostidagi qurt qumursqani ham rizqini kim beryapti? Alloh beryaptimi? Endi ana shu aqlsiz, ongsiz bo'lgan jonivorga rizq bergan Alloh senga rizqini bermaydimi? Siqilma, mehnat qil, sababini qil, g'am qilma. Astagfirullah. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Alloh taolo Hud surasida aytayapti. O'rmalagan narsa borki, barchasining rizqi Allohning zimmasidadir. Va ya'lamu mustaqarraha va mustavda'aha kullun fi kitabin mubin. U zot ularning turar joylarini ham, borar joylarini ham bilur. Hamma narsa ochiq, ravshan kitobda bordir. Qushlar ham o'zining rizqini topib yeydi. Qushlarning ham rizqini Alloh taolo beradi. Mana shu qushlarning rizqlanishi haqida alohida hadis bor. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law annakum kuntum tawakkaluna ala Allohi haqqa tawakkulihi la ruziqtum kama turzaqut tayr, taghdu himasan va taruhu bitona." Agar sizlar, deyaptilar Rasululloh, haqiqiy tavakkul qila olganinglarda, chinakamiga rizqinglar ishini Allohga topshira olganinglarda, Alloh sizlarni qorninglarda xuddi
qushni qorni to'yg'izgandek to'yg'izar edi. Qushni rizqlantirgandek sizlarni ham rizqlantirar edi. Endi qarang bu yog'ini. Qush inidan albatta och qolib chiqib ketar ekan. Kechki payt uchib kelganda albatta to'q bo'lar ekan. 1 metr qora olib qo'ysa, qushlar o'lib ketadimi? Yo'q. Odamlar uyga keladi. Qo'yxonangizdagi narsani cho'qiydi, tovuqxonangizdagi narsani cho'qiydi, o'lib qolmaydi. Nimasi bor qushda aytinglarchi? Do'koni bormi? Konteyneri bormi? Yo olib qolgan 3-4 qop uni bormi? Nimasi bor? Sababi bor, tavakkuli bor. Qanotini qoqib inidan chiqadi, albatta qorni to'q bo'lar ekan. Endi ana shu aqlsiz, ongsiz bo'lgan qushga rizq bergan Alloh senga rizq bermay qo'yadimi? Ha, hozir ishing yurishmayotgandir. 1 yil yarim. Sababini qilsang ham ishing yurmayapti. Qarzdan qutula olmayapsan, ishing oldiga ketmayapti. Birodar, jinday sabr qil. Ozgina sabr qil. Qushni rizqini bergan senga bermaydimi? Osmonlarning Robbisi Alloh subhanahu va taolo qushni ham rizqini o'zi beradi, qurt-qumursqani ham rizqini beradi, suvdagi baliqlarning ham rizqini Alloh taolo o'zi beradi. Sen bo'lsa siqilib rizq topaman deb nima g'amlarni qilib yuribsan? Rizq topaman deb nimalar bilan qalbing band? Rizq topaman deb nimalarga o'zingni urib yuribsan? Rizq topaman deb qayerlarda yuribsan? Albatta birodarlar, takror aytyapmiz. Rizq talabida mehnat qilishning o'zi ibodat. Mehnat shart. Ammo sen mana shu topayotgan rizqing haqingdagi tasavvuring to'g'ri bo'lsin. Rizq nimaligini yaxshilab tushunib ol, shuni aniqlab ol. Robbingning so'ziga quloq sol, payg'ambaringning so'ziga quloq sol. Birodar, falonchilar bilan do'st bo'lsam, ishlarim yurishib ketadi deb kimlarni ulfat qilyapsan? Kimlarga o'zingni yaqin qilishga harakat qilyapsan? Menga foydasi tegadi deb. Allohni o'zingga do'st tutmaysanmi? Axir Alloh Razzoq bo'lgan zot. Shu zotni do'st tutmaysanmi? Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Afa g'ayrallohi attaxidu valiyan fatiris samawati val ard va huwa yut'imu va la yut'am. Alloh taolo aytayapti. Ayting, mana rizq topaman deb kimlarga ulfatsiz? Rizq qilib ulfat topaman deb kimlarga sherik bo'lyapsiz? Menga foydasi tegadi tirishingda deb kimlarning orqasidan yugurib yuribsiz? Alloh aytayapti. Ayting, o'zi rizqlanmasdan hech kimdan rizq olmaydi Alloh. O'zi rizqlanmay, taomlanmasdan barchani taomlantirgan holida osmonlar va yerning yaratuvchisi bo'lgan Allohdan o'zgani do'st tutdingmi? Ha, rizq masalasida Alloh ekan u, yakka yagona hukmron. Rizq masalasida Allohning do'st tutish o'rniga nima boshqalarni do'st tutdingmi? Sen birodar, rizq topishlikda balg'adan ko'ra salohiyating kattaroq. Hunaring bor, tijorating bor, kasbing bor, aql hushing bor. Ana jonivorlarda nimasi bor? Tavakkuli bor, o'sha qanotini qoqib chiqib ketishligi bor. Inidan ushib chiqadi, tamom. Shuning uchun birodar, rizqing haqida oshiqcha g'am qilma. Harakatni qil, sababni qil, tamom, yozilgani keladi. Hadeb nima qilma? Siqilaverma. Qizlarim ham katta bo'lib qoldi. Tomni yopish kerak. Ishonaver birodar, bu tajribadan million marta o'tgan. O'sha qizini chiqaradigan paytda Alloh shu qizini chiqarishga kerak pulni beradi. O'sha tomni yopish kerak, qish kelib qoldi. O'sha tomni yopish kerak pul beradi. O'shuning uchun eskilarning gapi bor. Uy bilan to'yda rizqini kim beradi? Qolganini-chi? Ha, o'sha fikrni davom ettir. Senga o'sha to'y paytida pul zarur bo'ldi, Alloh yetkazib qo'ydi. Bilmay qolding qandan keldi, bitib ketdi to'y. Keyin to'xtab qoldi yana. Tomni yopding, uyga kirib olding, yana to'xtab qoldi. Qaraginda, zarur bo'lgan paytda Alloh taolo beradi. O'shuning uchun aytyapmiz-da, birodarlar, gap pulni qanchaligida emas, insonda saodatli bo'lishligi. Mana ikkita narsada, o'lchov tushunchada, tasavvurda. Inson nima sababdan rizqi tang bo'lib qoladi? O'zi asli. Nima sababdan mashaqqatli hayotga qoladi? Mana shu rizqi tang bo'lgandan keyin insonning qalbi albatta sakinatini yo'qotadi. Qalbi iztirobda bo'ladi. Nima sababdan deb so'rasin. Alloh bandalarga mehribon, lekin bandalar o'zi yomon. Mana endi nima sababdan tang bo'lib qoladi rizqing? Birinchi sabab, banda Allohdan uzoqlashgan paytda rizqi tang bo'lib qoladi. Rizqi tang bo'lib qoladi, kambag'al bo'lib qoladi demayapmiz. Chunki topish tutishi zo'r bo'lib turib ham tang yashashi mumkin inson. Va aksincha, topish tutishi zo'r bo'lmasa ham hayoti osuda bo'lishi mumkin.
Alloh taolo aytayapti: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan donka." Kim meni eslatmamdan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'ladi deyapti. Hayoti tang bo'ladi, saodat bo'lmaydi. Puli bo'lib turib bo'lmasligi mumkin bu saodat. Boy, hamma yo'q yetar, lekin hayoti tang. Nima uchun tang? Allohdan yuz o'girgani uchun. Shuning uchun birodar, seni saodatini yo'q qiladigan, hayotingni tang qiladigan narsa Robbingdan uzoqlashib ketishliging. Qancha odamlar bor. Allohdan uzoqlashgani sababli kambag'allik alamini, tanglik hayotini totib ko'rgan. Qalbi o't bilan o'rtanib turadi. Ana shularda ba'zilari avval boy badavlat bo'lgan, rizqi keng bo'lgan, tanasi ofiyatda bo'lgan, zo'r yashagan. Keyin haddidan oshdi, Allohdan yuz o'girdi, namozga beparvo bo'ldi, gunoh ma'siyatga kirib ketdi. Mana endi Alloh taolo ularni mana shu fe'llari uchun keng rizqini tortib qo'ydi, salomatchiligini olib qo'ydi, faqirlik bilan, qayg'u bilan, tangligi bilan baloladi. Boshi g'alvadan, muammodan chiqmay qo'ydi. Alloh taolo aytadi: "Lekin agar ular payg'ambarlarimizni yolg'onchi qilishmaganida, biz ularga keng rizq bergan bo'lar edik, lekin ular yolg'onchi qilishdi, bas ularni o'zlari qilgan gunohlari sababli ushladik." Kim Allohning eslatmasidan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'lur va qiyomat kunida biz uni ikkala ko'zini ko'r holda tiriltiramiz deydi Alloh. Banda so'raydi qiyomatda: "Robbi lima hashartani a'ma va qad kuntu basira." Parvardigor, nimaga meni ikkala ko'zimni ko'r qilib tiriltirding qiyomatda? Axir ko'rar edim-ku deydi. Alloh taolo aytadi: "Senga mening oyatlarim kelganda yuz o'girgansan, esdan chiqargansan, fakazalikal yawma tunsa." Bugun sen ham unutilasan deydi. Birodar, seni hayotingni tang bo'lishligi, rizq masalasida siqilib bo'g'ilib yashashligingni asosiy sababi Robbingdan uzoq bo'lib ketayotganing. Zalika bi anna Alloh lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim va anna Alloha samiun alim. Bunga, ya'ni mana shunday bir baloga, azobga giriftor bo'lishlariga sabab Alloh bir qavmga in'om qilgan ne'matini to ular o'zlarini o'zgartirmagunlaricha o'zgartiruvchi emasligi va Alloh eshituvchi, bilguvchi ekanligidandir. Alloh bekatdan bekarga olib qo'ymaydi. Qo'lingdagi kengchiligingni, sakinatli, xotirjam hayotingni o'zingdan o'tib qoladi. Xudoyim bandasiga mehribondir, va lekin bandasi o'zi yomondir. Va ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aydikum va ya'fu an katir. Shuni shior qilib olish kerak, yigitlar. Nima musibat yetsa ustingga, o'zingni qo'ling bilan kasb qilgan ishing sababli yetadi. Yana men Alloh ko'pini kechirib turaman deyapti. 10 ta gunoh qildingiz, bittasiga jazo berdi, 9 tasini yuvoradi shu bilan. Boshingga nima musibat kelsa, o'zingni fe'ling sababli bo'ldi. Yana men ko'pini kechirib turaman gunohlaringni deydi. Va Alloh istaqomu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turishganida, biz ularni imtihon qilishlik uchun mo'l yomg'ir bilan sug'organ bo'lar edik. Demak, avvalambor birodar, Allohning hukmiga, itoatiga, shariatiga qaytishing kerak. Rizq masalasida qilishing kerak bo'lgan eng birinchi narsa shu. Qanchalar taqvodor bo'lsang, shunchalar o'zingga yaxshi. Faqat o'zingga yaxshi. Seni taqvoing Allohga kerak emas. Seni taqvoing birovga kerak emas. Uni o'zi o'ylamagan joydan rizqlantirur. Tannuhiy qiyinchiligidan keyin yengillik kitobida Alloh taoloning Razzoq ekanligi haqida bir qissani keltiradi. Bir odam tirikchiligi qiyin bo'lib qoldi. Ahvoli tang, yegan ish narsasi yo'q. 2 kun och qolib ketdi. Kun botayotganida xotini aytdi: "Chiqib bir narsa topib kelmaysizmi? Ochlikdan tinkamiz qurib ketdi" dedi. Haligi kishi o'ziga bir yaqin bo'lgan tanish ayolni eslab uyiga borib holatini tushuntirdi. U ayol uydan bitta baliq olib chiqdi. Mana baliqdan boshqa hech narsa yo'q. Bu ham eskib, ozgina hidi kelib qopti. Nima qilay dedi. Baliq tashlab oladigan bo'lib qo'ygan. Haligi odam mayli shuni bo'lsa ham beraver. Ochlikdan o'lib qolaylik dedik deb uyga olib keldi. Uyga olib keldi. Eski hidi kelib qolgan baliq. Qorni to'q odam yemaydi. Baliqni tozaladi, qornini yoruvdi, ichidan bitta gavhar chiqdi, marvarat chiqdi. 1000 dinorga sotdi. Qarangda, uni kutmagan joydan rizqlantiradi deyapti.
Allohga duo qildi, Allohga tavakkal qildi, sababini chiqib so'radi. U baliqni tashlab yuborardi boyaga xotin o'sha sasib qolgan edi. Ko'rdingizmi? Alloh taolo aytadi: "Va ma bikum min ni'matin fa minalloh, thumma idza massakumud-dur fa ilayhi taj'arun." Sizlarga berilgan barcha noz-ne'matlar yolg'iz Allohdandir. Shuningdek, qachon sizlarga biron balo musibat yetsa ham, faqat ungagina iltijo qilursizlar. Rizq izla birodar, ammo unga hirs qo'yma. Rizq izla, ammo unga hirs qo'yma. Xoliq bo'lgan, roziq bo'lgan Alloh taolo hammani rizqini ato qiladi. Loyda ichidagi qurtga ham, dengiz tubidagi baliqqa ham, osmondagi qushga ham, zulmatdagi chumoliga ham, hatto tosh ostidagi ilonga ham. Ibn Javziy go'zal bir ajib voqeani yozadi kitobida. Baland daraxt ustida bir ilon turadi, ikkala ko'zi ko'r. Alloh taolo uni ham rizqini yetkazadi. Qana qilib? Qarab turibdi, bitta qush tumshug'ida go'sht olib keldi. Ilonni oldiga keldi, ilon pishillab og'zini ochdi, go'sht solib qo'yib ketdi. Birodarlar, Allohning qudrati, chumchug'ida qushni ilonga bo'ysundirib qo'yganiga qarang. Agar sizni Alloh taolo rizqingizni keng qilishini, rizqingizni berishini xohlasa, bilmay qolasiz qanday kelib qolganligini. Ana, baliqni qonidan gavhar chiqdi-yu. Alloh azza va jalla aytadi: "Yerda suzilib yurgan har bir jonivor, osmonda qanot qoqayotgan har bir qush xuddi sizlar kabi jamoalardir. Kitobda biron narsani qo'ymay yozganmiz, keyin hammalari Parvardigorlari dargohiga to'planurlar." Maryam binti Imron Iso alayhisalomni tug'ib yotganida qachon oldiga Zakariya alayhisalom kirsa, oldida qish bo'lsa yozgi mevalar, yoz bo'lsa qishki mevalar turardi. Annalaki hada, ey Maryam, qayoqdan kelyapti bu narsa deganida, huwa min indillah, Allohning huzuridan deb aytar edi. Birodarim, siqilma, rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni albatta keladi. Ha, yozilgan kuni keladi. Erta ham emas, kech ham emas, shoshilma. Sabablarni qil, Allohga tavakkul qil, o'ylanma. Ayrim holatlarda rizqimga sherik bo'ladi deb farzandlarini o'ldirganlar bo'lgan. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, la taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum va iyyahum." Ikkita oyat bor. Bolalaringizni kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmangiz. Biz sizlarni ham, ularni ham rizqini beramiz. Ikkinchi oyatda: "Va la taqtulu auladakum khashyata imlaq, nahnu narzuquhum va iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira." Ey insonlar, bolalaringizni yo'qchilikdan qo'rqib o'ldirmangizlar. Ularga ham, sizlarga ham biz o'zimiz rizq beramiz. Bitta oyatda sizlar deb rizqni otalarnikini aytdi, keyin farzandlarda aytdi. Keyingi oyatda farzandlarning rizqi birinchi aytildi, otalarning rizqi keyin aytildi. Sizning rizqingizga hech kim sherik bo'la olmaydi. Sizning rizqingizni hech kim tortib ola olmaydi. Do'koningizni tortib olishi mumkin. Ishingizdan haydab olishi mumkin. Sizni qo'lingizdan tortib olishi mumkin bo'lgan moddiy narsani tortib olishi mumkin, lekin rizqingizni hech qachon tortib ola olmaydi. Birodar, sizni haydashlik uchun xorlayotgan bo'lsa, masxara qilayotgan bo'lsa, o'zi ketib qolsin deb unijat qilayotgan bo'lsa bizning tilda, o'zingizni xor qilmang. Musulmon odam o'zini xorlashiga mumkin emas. Akaxon, olsangiz ishingizni olasiz. Rizqim Allohning zimmasida. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi deb shunday chiqib ketasiz. Xor bo'lmanglar yigitlar. Sizlarning rizqinglar Allohning qo'lida. Uni otangiz ham ola olmaydi, eningiz ham ola olmaydi, xo'jangiz teng bo'la olmaydi. Eng ulug' xazina egasi bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo hammani rizqini o'zining zimmasiga olgan. Alloh taolo o'zi bunga kafil ekanmi? Nimaga g'am qilasan, birodar? Mehnat qil, sabab qil, tavakkulni qil, g'am qilma, siqilma. Chunki rizqing Allohning zimmasida. Chunki vallazi huwa yut'imuni va yasqin. Uning o'zigina meni to'ydirur va qondirur. Birodar, endi rizq haqida chindan to'g'ri e'tiqodda bo'lishni istaydigan bo'lsang, quloq sol. Nimalar qilsang rizqingda barakot bo'ladi? Nimalarga e'tibor berishing kerak? Birinchidan, rizqni ziyoda bo'lishi. Rizq ko'payib ozaymaydi. Rizq
barakali bo'ladi yoki bebaraka bo'ladi. Biz rizqini ko'paytirish g'amida yashamaymiz. Biz rizqimizni barakotli bo'lishiga sababchi qilish g'amida yashaymiz. Chunki kofirga ham, musulmonga ham Alloh yozganmi rizqni, u keladi. Rizqi yo barakali bo'ladi, yo bebaraka bo'ladi. Baraka nima edi o'zi? Bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni davomiy turishi. Ya'ni mana soat 10 yildan keyin ham tutib yuraveraman. Demak, barakot bor. Yoki xuddi soat 6 oyda yo'qotib qo'yaman. Suvga tushib ketadi, buzilib qoladi, kuyib ketadi, mashina tayda qolib ketadi. Demak, bebaraka. Baraka nima? Baraka opa-dadasidan qolgan ketmon. 100 yil oldi ishlayapti, yo'qolmasa. Ana baraka. Baraka nima? O katabizi qo'lidan qolgan jiydani danagidan qilingan tasbih. Rushnoy qilingan. Baraka nima? O'sha katabizdan qolgan yamoq loskutdan jaynamoz. Teshilib ketgan, lekin ishlayapti. 30 yil oldi hali jaynamozga. Tushundinglarmi? Baraka degani ko'p degani emas. Baraka degani bir narsaning ustida ilohiy xayriyatni nima bo'lishi. Shuning uchun birodar ko'p pul toppa. Nech pul topasan deydi-yu? Nech pul topasan deydi. Yo'q. O'sha nechi degan so'z to'g'ri emas. Qanaqa pul topasan deb so'rang. Mana endi rizqingni ziyoda bo'lishligi. Sen mana shunga e'tibor ber. Man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi va yuzada fi rizqihi falyabirra walidayhi walyasil rahimahu. Rasululloh aytibdilar. Kim umri uzun bo'lishini xohlasa, ya'ni xursand bo'lsangiz umringiz uzoq bo'lishligidan, rizqingizni ziyoda bo'lishiga sizni xursand qilsa, shunday odamki umrini uzoq bo'lishiga uni xursand qiladi. Rizqini keng bo'lishiga uni xursand qiladi. Nima qilsin bu odam? Ota-onasiga yaxshilik qilsin va qarindosh urug'chilikni o'rniga qo'ysin. Rossiyaga ketib yillab telefon qilib qo'ymaydigan o'g'il bolalar bor yuribdi. Rossiyaga ketgan tirikchilik deb, ota-onasidan chiroyli duoda olib ketgan, 1 yilda bir telefon qilib qo'ymaydiganlari bor. Ey, o'sha yurtda yurganlar, begona yurtda yurganlar, nimani istab yuribsan u yerda? Uyingda ota-enang o'tiribdi. Telefon qilib hol-ahvol so'rab qolmaysan, oylar o'tib ketadi, ehtimol yillar o'tib ketadi. Sen nima qilaman deb yuribsan u yerda? Silay rahim, qarindoshlikda holidan xabar olishlik. Hech bo'lmasa telefon qilib opangizni, xolangizni, ammangizni, tog'ingizni bir so'rab so'rab qo'ying. Mana rizqni ziyoda bo'lishiga sabab bo'lgan ish. As-sodiqul masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Musofir yurtda yurganlar, tirikchilik deb safarga chiqqanlar, ibodatni ado qilaman deb yuribsizlar. Bola chaqani boqish kerak, ibodat. Lekin ota-onalarni esdan chiqarib qo'ymanglar. Shularning duosi, shularni sizlarga qilgan xayr duolari sizlarga barakot bo'ladi. 10 yildan beri yuribdi, bitta chek qila olmadi. 15 yildan beri ishlatib, bitta tom yopa olmadi. Qarasang hech narsa qilgani yo'q, yeb ichib yuribdi. Nima qilaman? O'shga borib deydi. Senichi jannating ikkita eshik uyda turibdi, otang bilan ening. Yirtib olmayapsan bu yoqda ishni? Prosta tirishingga o'tyapti, mashada yuravergin-da. Chunki ota-onaning yuziga qarab turishing ibodat. O'tib ketgandan keyinmi holingga maymunlar yig'laydi. Agar ota-onangni rozi qilib qolmasang. Rizqni barakotli bo'lishiga sabablardan yana bittasi gunohlardan ehtiyot bo'l. Payg'ambarimiz aytadilar: "Innar rajula la yuhramur rizqa bil xati'atin ya'maluha." Albatta kishi o'zining ayrim rizqidan qilgan xatosi tufayli mahrum bo'lib qoladi. Kishi uni peshonasiga yozilgan rizqidan mahrum bo'ladi, qilgan gunohlari sababli. Hamma rizqidan mahrum bo'lmaydi. Kofirlardan rizq kelyapti. Qilgan gunohingiz kelayotgan rizqingizni qirqib turadi. Barakasini, xayriyatini, kengchiligini. Alloh yo'lida infoq qil. Va ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu va huwa khayrur roziqin. Robbing aytayapti. Nimani infoq ihson qilsanglar, Alloh uni o'rnida to'ldirib turadi. U rizq beruvchilarning yaxshirog'idir. Qaranglar-da. Alloh aytayapti, Alloh yo'lida infoq qilsang, o'rnini to'ldirib qo'yaman deyapti. Payg'ambarimiz qasam ichib aytganlar, Allohga qasam, bergan infoq ihsoninglar moli dunyolarni kamitib qo'ymaydi. Alloh taolo aytayapti: "Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk." Ey odam bolasi, infoq qil. Infoq qil maxluqotlarimga, bandalarimga, men ham senga beraman deyapti.
Bizda teskarisida, ol bersin keyin men beraman. Sen ozida bera olmaysan, ko'p bo'lganda bera olmay qolasan. Bu yerda kuching yetganicha. Senga 100 so'm katta pulmi? 50 so'm qil. Muhimi chiqsin. Albatta 50 dollar bo'lishi shart emas. 10 so'mga yaraysanmi? 10 so'm ber. Bersang olasan. Taqvoni mahkam ushla. Chunki taqvoda bo'lish rizqning barakali bo'lishining asosiy sabablaridan. Walau anna ahlal qura amana wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Agar ana shu qishloq ahli yoki shahar ahli iymon keltirib taqvoni ushlaganlarida biz albatta osmon va yerdan barakat eshiklarini ochib qo'ygan bo'lar edik. La fatahna lom ta'kid uchun aytilgan. Agar qishloq ahli iymon keltirsa va taqvo qilsa, Alloh albatta barakat eshigini ochib qo'yadi. Osmondan ham, yerdan ham. Bor shunaqa oilalar, bitta odam ishlaydi. Hayoti osoyishta. Kami ko'si yo'q. Oilalar bor, 5 ta odam ishlaydi, yetishmovchilik o'shuncha. Demak, bu yerga bitta ishlayotgan odamda Alloh taolo barakotli qilib qo'ygan topgan rizqini. O'shuning uchun nech pul topasan demanglar. Nima deylik? Qanaqa pul topasan deyish kerak. Istig'forni ko'paytir. Chunki istig'for ham rizqni keng bo'lishlik sabablaridan bittasi. Nuh alayhisolamning duosi bor-a? Faqultu astaghfiru robbakum innahu kana g'affaro. Robbilarga istig'for aytinglar. U kechiruvchi bo'lgan zot. Yursilis sama alaykum midrora. Yomg'irli bulutni jo'natadi. Yumdidkum bi amwal va banin. Sizlarni farzandlar bilan nima qiladi? Pul bilan quvvatlantiradi. Va yaj'alakum jannatin, bog'roqlarni beradi. Va yaj'alakum anharo. Sizlarga anhorlarni beradi. Istig'forni ko'paytirishlik kerak. Bekor qolsa istig'for ayting. Birodar, Alloh Razzoq bo'lgan zot. Hamma rizqini o'zining zimmasiga olgan. Seni rizqingni ham, meni rizqimni ham. Ana shu rizqni o'zi belgilagan. U belgilagandan oshib ham ketmaydi, kamayib ham ketmaydi. Birodarim, siqilma. Rizqing kafolatlangan. Yozilgan kuni keladi. Faqat yozilgan kuni keladi. Ungacha shoshilma. Erta ham emas, kech ham emas. Allohdan taqvo qil, halol bo'l, xayr sadaqalarni qodir bo'lganicha qil, siyra rahimni qoyim qil, ota-onaning xizmatida bo'l, sabablarni qil, Allohga tavakkul qil, tamom. Rizqni o'ylab siqilma. Saodatning 30-sababi uni o'zi o'ylamagan tomondan rizqlantirur. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan qo'rqsa, u zot uning uchun chiqar yo'lni paydo qilur har qanday mushkuladan va uni o'zi o'ylamagan tomonidan rizqlantirur. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Alloh taoloning berganiga birodar rozi bo'l. Taqsimiga rozi bo'l. Odamlarning eng baxtlisi sen bo'lasan. Chunki insonning dunyodagi saodatini g'am, tashvish, siqilish, qo'rquv yo'q qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ar-rido bil qadar yuzhibul hamma wal hazan." Taqdirga rozi bo'lishlik g'amni, qayg'uni, g'amni, anduhni ketkazadi. Inson g'ami bo'lmagandan keyin, tashvishi, qayg'usi bo'lmagandan keyin bu odam saodatli bo'ladi. Birinchi navbatda saodatli bo'lishing uchun demak, Alloh senga ato qilgan narsalarda hammasiga rozi bo'l. Shakli shamoiling, mol davlating, uy-joying, iqtidoring, qobiliyating. Mana shu narsadan qanoat qilsang, shu narsalarga rozi bo'lsang, sen baxtli bo'lishlikka birinchi qadamni qo'yding. Sen rozi bo'lishing ham mumkin kuningdan. Norozi bo'lishing ham mumkin. Ikkala holatda ham shu kun turibdi. Norozi bo'lsang, gunohkor bo'lasan, baxtsiz bo'lasan, rozi bo'lsang, savob olasan, saodatli bo'lasan. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, fakhuz ma ataytuka va kun minash shakirin." Bas biz sizga ato qilgan narsani olingda, shukr qiluvchilardan bo'ling. Alloh bergan kunni ol, rozi bo'l, shukr qil. Bu Qur'onning mantig'i, Qur'onning ko'rsatmasi, Qur'onning tavsiyasi, Qur'onning xulosasi. Alloh berganda ol, shukr keltiruvchilardan bo'l, rozi bo'l.
ko'zga ko'ringan salaf solih ulamolar orasida agar qaraydigan bo'lsak, juda ko'pchiligi faqir bo'lishgan. Hashamatli uylari, qimmatbaho bir ot ulovlari, dunyo matohi xizmatkorlari bo'lmagan. Lekin shunaqa faqirona hayot kechirishgan bo'lsa ham, ular o'zlarining hayotini saodatli kechirishdi. Nima sabab? Chunki hozir biz aytayotgandek kunidan rozi edi ular. Ularni hayot haqidagi o'lchov tushunchalari to'g'ri edi. Shuning uchun ular baxtli bo'lishdi. Chunki ular o'zlarini Alloh bergan iqtidorlarini to'g'ri yo'lga yo'naltirishdi. Shuning uchun ularning umrlari ham, vaqtlari ham barakotli bo'ldi, shuning uchun saodatli bo'lishdi. Imom Navaviy 45 yil yashagan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Shofiy 52 ga kirib o'tgan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Imom Buxoriy 63 yil yashagan. Qoldirib ketgan ilmini qarang. Bular Alloh bergan kunidan rozi edi va Alloh ularga bergan iqtidorni o'zini o'rniga ishlatishgan edi. Ularda o'tganiga necha yuz yillar, necha asrlar o'tgan bo'lsa ham, ismini zikr qilganimizda Alloh rahmat qilsin deb yaxshilik bilan eslayapmiz. Endi shularda asnosida, shular yashagan davrda qancha podshohlar, qancha badavlat odamlar yashadi. Ularning o'lchov tushunchasi dunyo edi, ularni hech kim eslamadi. Birodar, mana shu muborak toifani qarshisida yana bir toifa odamlar ham bor edi. Ularga mol dunyo katta qilib berilgan edi. Ne'matlar serob qilib berilgan edi. Ammo mana shu ularning qo'lidagi katta dunyolari ularni baxtsiz bo'lishiga sabab bo'ldi. U biz aytgan salafi solihinlar qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham baxtli yashapti. Bular mol dunyosi o'shuncha bo'lsa ham ularni baxtsiz qilib qo'yibdi bu mol dunyosi. Nima uchun? Ularning mana shu dunyoga qarashi, o'lchov tushunchasi noto'g'ri bo'lgan. Shundan bilsak bo'ladiki, dunyo matohini ko'pligi unaqa juda ham muhim narsa emas ekan. Aksincha, agar kishida iymon, e'tiqod bo'lmasa, solih amal bo'lmasa, islomiy o'lchov tushunchasi bo'lmasa, bu dunyo matohi hech narsa emasligini ko'rsatadi. Qo'lida katta oliygohlarni diplomini ushlagan odamlar bor. U diplomlar bilan qayerga borsa ularni tan olishadi, hurmat qilishadi, e'tirof qilishadi. Ammo ularning qo'lidagi bu diplomlari ta'siri ham o'zi ham arzimas. Chunki u diplomlarni olayotgan paytda kallasiga kirgan o'lchov tushunchalari to'g'ri emas edi. Chunki u diplomlarda iymon degan tushuncha, solih amal degan tushuncha, Alloh bergan kuniga rozi bo'lish degan tushuncha tasavvuri yo'q. Yana unaqa ilmi ko'p bo'lmagan odamlar bor, katta diplomi ham yo'q, lekin bilgan ozgina ilmini odamlarga foyda yetkazishlikka ishlatishdi. Ularning ozgina ilmi jamiyatni isloh qilishga ishladi. O'zlarining ozgina ilmini ser-suv davriga aylantirishga oldi. Chunki ularning o'lchov tushunchalari iymoniy edi. Birodar, agar sen saodat qidirayotgan bo'lsang shu dunyoni o'zida, avvalambor Allohni senga ato qilgan har bitta narsasiga rozi bo'l. Uyingga, mahallangga, ko'changga, shakli shamoilingga, oilangga, topishishingga ayrim zohid murabbiylar bundan ham qattiqroq talab qo'yishadi. Aytishadiki, qo'lga kiritganingdan oziga, intilganingdan pasrog'iga rozi bo'l. Tushunarlimi? Qo'lga kiritganingdan ozrog'iga rozi bo'l, intilganingdan pasrog'iga rozi bo'l. Mana tarixni qaraymiz. Mana shu biz aytayotgan dunyo matohi qo'lida katta bo'lmagan odamlar. Lekin ummat ularni ismini hurmat bilan tilga oladi. Ato ibn Abi Raboh o'z davrini tengsiz olimi, tobiinlarni sayyidi deyiladi. Abu Bakr Siddiq sahobalarning sayyidi bo'lsa, Ato ibn Abi Raboh tobiinlarning sayyidi. Qora qul bo'lgan, burni puchuq bo'lgan, jingalak soch bo'lgan, qora qul bo'lgan. Ahnaf ibn Qays arablarning eng halim kishisi, jismi zaif, bukri, oyog'i qiyshiq, arvoh odam edi. Amosh dunyoning muhaddisi, ko'zi xira, qul, juda faqir, kiyimi yudagan, ko'rinishi aytadigan bir suratda emas. Lekin qaranglar-da, eng saodatli odamlar shular bo'lib chiqyapti. Anbiyolar hammasi cho'ponlik qilishgan. Davud alayhisalom temirchi bo'lgan. Zakariya alayhisalom duradgor bo'lgan. Idris alayhisalom tikuvchi bo'lgan. Qaranglar-da, bular bashariyatni tanlab olingan eng sarabandalari.
Alloh taolo insonlar ichidan tanlab olgan eng sara bandalar. Bular boy bo'lmagan. Agar hozirgi odamlarning tasavvuridagidaqa dunyo matohi zo'r narsa bo'lganida, dunyo matohi insonning baxtli bo'lishining asosiy sababi bo'lganida, payg'ambarlarning birontasi kambag'al bo'lish kerak emas edi. Birodarlar, bizning zamonimizdagi odamlarning muammosi o'zi avval ham shunaqa bo'lgan. Boymi, demak baxtli. Kambag'almi, demak baxtsiz. Shu tasavvur bilan yashayapti odamlarning juda ko'pchiligi zamonimizda. Ana shu tasavvur bilan yashayotganligi uchun bu odamlar hech qachon baxtli bo'la olmaydi. Hech qachon hayotda saodat topa olmaydi. Chunki o'lchov noto'g'rida. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga birinchi navbatda iymonni beradi. Iymon saodatli qiladi. Solih amal saodatli qiladi. To'g'ri o'lchov tushuncha saodatli qiladi. Ha, hech kim boy bo'lma demayapti. Hech kim senga kambag'al bo'l demayapti. Lekin u boy kambag'allik maqsad emas. U taqdir. Sen maqsad qilsang, qilmasang, peshanangga boy deb yozgan bo'lsa boy bo'lasan. Maqsad qilsang, qilmasang, kambag'al deb yozgan bo'lsa kambag'al bo'lasan. Bu taqdir. Buni rozi bo'lib qabul qilish kerak, bo'ldi. Demak, birodar, seni qadr-qiymating, iqtidoring, solih amaling bilan, jamiyatga foydang bilan, axloqing bilan bo'ladi. Seni qadringni shu narsalar ko'taradi, seni mana shu narsalar salohiyatli, saodatli hayot kechirishingga sabab bo'ladi. Iymon, solih amal, to'g'ri tasavvur, to'g'ri o'lchov tushuncha. Agar senga go'zallikdan tegmagan bo'lsa, mol dunyodan tegmagan bo'lsa, dunyoda kengchiligini yetmagan bo'lsa, ayoling sen aytgandek go'zal bo'lmasa, uying sen aytgandek hashamatdor bo'lmasa, qayerga borasan? Rozi bo'lmay nima qilasan? Alloh taolo aytadi: "Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Ularning hayoti dunyodagi maishat tirikliklarini ham ularning o'rtasida o'zimiz taqsim qilganmiz. Seni shu holatda Alloh yaratdi, buni bu holatda Alloh yaratdi. Senga shuni Allohning o'zi tanlab berdi, bunga buni Allohning o'zi tanlab berdi. Allohning taqsimiga rozi bo'l. Rozi bo'lmay qayerga borasan? Qayerga borasan? Shusan, boring shu. Nimaga men falonchilar emasman? Nimaga falon mamlakatda bo'lmaganman? Unaqa emassan sen. Qayerga borasan endi? O'sha dunyo matohi qo'lingga kelmadi. Sen shunga o'kinyapsan. Shundan xafa bo'lyapsan. Endi seni o'kintirayotgan narsani qadrini bilgin. U sen o'kinishlikka arziydigan narsami? Salaf solihinlardan bittasi boylarning qasrlari, mol davlatlari haqida shunaqa degan edi. Ular ham yeyishyapti, biz ham yeyapmiz. Ular ham ichishyapti, biz ham ichyapmiz. Ular ham ko'rishyapti, biz ham ko'ryapmiz. Ammo qiyomatda ular hisob-kitob beradi, biz hisob-kitob bermaymiz. Birodar, qiyomat kunida bilasanmi? Inson kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Qiyomatga borganda inson dunyoda kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Nima uchun? Boylarning qiyomatda hisob-kitobi og'ir bo'lganligini ko'rib turib, kambag'al xursand bo'ladi. Yaxshi ham kambag'al bo'lgan ekan, mana o'tib ketdi, oson hisob-kitobim bo'ldi deydi. Sulaymon ibn Davud, payg'ambarning o'g'li bo'lgan payg'ambar, hamma payg'ambarlar jannatga kirib ketganlaridan keyin 40 yildan keyin kiradi jannatga. Nima uchun? Moli dunyoning kattaligi, hisob-kitobning uzoq va og'ir bo'lganligidan. Kiradi oxirida, lekin 40 yil o'tadi. Shuning uchun qo'lingga dunyo matohi katta kelmagan bo'lsa siqilma. Bu seni Alloh yomon ko'rganligini belgisi emas. Astagfirullah. Va laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra va taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Qiyomat kuni bo'lganida Alloh taolo aytadi: "Mana bizni huzurimizga sizlarni avval boshda qanday yaratgan bo'lsak, shunday keldinglar, yolg'iz holda. Dunyoga kelganingda yalang'och dunyoga keluvdingmi? Yalang'och holda hech narsang yo'q keluvdingmi? Mana endi bizni huzurimizga qaytib kelsan, yalang'och qo'lingda hech narsang yo'q. Sizlarga bergan narsalarimizni orqada qoldiribsizlar." Shuning uchun birodar, Allohning huzuriga qurg'u borasan. Iymoning, solih amaling bilan faqat. Demak, birinchi qoidamiz, inson dunyoda saodatli bo'lishi uchun Allohning taqsimiga, taqdiriga rozi bo'lishligi kerak. Rozilik baxt.
inson rozi bo'lishi qiyinda. Rasululloh aytganlaridek, insonga bir vodiy oltin berilsa, yana ikkinchisini orzu qiladi. Qancha pul bo'lsa yetadi deb o'ylaysan hozir? 1 million dollar bo'lsa yetadi deysan. To'g'rimi? Chakana pulmi bu? Shu bilan baxtli bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yo'q, birodar. Endi 400 dollarlik telefon tuta olmaysan endi. Orzu havasni trubasini diametri kengayib qoldi. Endi 10 ming dollarlik mashina minishni xohlamaysan endi. To'g'rimi? To'g'ri. Chunki insonga bir vodiy oltin berilsa, ikkinchisini orzu qiladi. Insonning ko'zini faqat tuproq to'g'izadi dedilar Rasululloh. Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchaga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi? Baxt, saodat deganda tasavvur to'g'rimi? Aksariyat odamlarning baxt haqidagi tasavvuri to'g'ri emas. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimning o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga hirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Agar odamlar o'ylayotgandaqa baxtli, saodatli hayot faqat boylik bilan bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bir odamning boy bo'lishini, bir odamning kambag'al bo'lishini Alloh hal qilgan. Bir odamning kambag'al bo'lishiga hukm, bir odamning boy bo'lishiga hukm. Agar boylik baxt desa, Alloh bir odamni majbur boy qilib turib, majbur baxtli qilib qo'yibdi. Ikkinchi odamni majbur kambag'al qilib turib, majbur baxtsiz qilib qo'yibdi. Unda imkoniyatlar bir xil bo'lmay qoladi, birodarlar. Agar odamlar o'ylayotgandek puldagina bo'ladigan bo'lsa, hammani baxtli bo'lishga imkoniyati yo'q. Biz endi qaysi baxtni aytyapmiz, qaysi saodatni aytyapmiz? U shunday saodatki, hamma insonda uni oldida imkoniyati teng bo'lishligi kerak. Inson xoladi baxtli bo'ldi. Inson xoladi tanladi saodatli bo'ldi. Bu erkakmi, ayolmi, boymi, kambag'almi, oqmi, qorami, olimmi, omimi, qaysi zamon, qaysi makonda yashashini farqi yo'q. O'zi xohlasanglar baxtli bo'lishligi kerak. Biz shu baxtni aytyapmiz. Baxtli bo'lishni xohlaysizmi? Xohlaysiz. Qanaqa qilib baxtli bo'lasiz? O'lchov tushunchangizni to'g'rilang. Agar odamlar o'ylayotgandaqa faqat dunyoni matohini ko'pligi insonni baxtli qilsa, Qorun hammadan boy odam edi zamonasida. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Firavun o'zini zamonasidagi tengsiz podshoh edi. Eng baxtli odam shu bo'lish kerak edi. Abu Lahab yoki Umayyat ibn Halaf, mana Qurayshning boylari. Eng baxtli odamlar shular bo'lish kerak edi. Agar biz aytayotgan tushuncha bilan o'lchaydigan bo'lsak, lekin baxtlimidi ular? Oqibati nima bo'ldi bularda? Bu odamlarni Alloh taolo o'zi rizqini keng qilib qo'ydi. Bularni podshoh qilgan, boy qilgan, mansabdor qilgan, vazir qilgan, qo'liga davlat katta bergan Alloh taoloning o'zi. Shuning uchun biz boylikni, dunyodagi kengchilik hayotni baxt deb qaramaymiz, birodarlar. Buni sinov deb qaraymiz. Birodarlar, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Boylik Allohning bergan mukofoti emas, kambag'allik Allohning bergan jazosi emas. Bandalarim, berganim mukofot, man qilganim jazo emas, berganim sinov, man qilganim shifo. Agar qo'lida dunyosi yo'q odamni baxtsiz desak, Iso alayhissalom baxtsiz ekanda. Allohni tanlab bo'lgan Iso alayhissalom ustidagi yaxtagidan boshqa hech narsasi yo'q edi. Agar baxtni biz dunyo matohida deydigan bo'lsak, Iso alayhissalom eng baxtsiz odam bo'lish kerak bo'lib qoladi. Payg'ambar, birodarlar, eng baxtli odam bu inson. Yoki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zotga podshoh payg'ambar bo'lishlik yoki faqir payg'ambar bo'lishlik ixtiyori berilganida payg'ambarimiz ikkinchisini tanlaganlar. Agar boy bo'lishlik saodatni ayni o'zi bo'lganida Rasululloh kambag'al bo'larmidilar?
2 kun qorni to'yib, oppoq yumshoq non yemaganlar Rasululloh. Qiyinchilikda hammasini ko'targanlar Rasululloh. Faqirona hayotni ixtiyor qilganlar va faqirlarni yaxshi ko'rishlik bilan rizqlantirgin meni deb duo qilganlar. Shuning uchun bilib olaylik. Biz o'lchov tushunchani to'g'rilab olaylik. Xudoga yoqqan joyi borki, zuvolasini aytavermaysizlarmi? Qanaqa olgan zuvolasini? Xudoga yoqqan joyi borki, shuning uchun zuvolasini katta olgan. Xudoga yoqqan odamni birodarlar iymonini, solih amalini, o'lchov tushunchasini, zuvolasini katta oladi. Ma'qulmi? Demak, haqiqiy saodat, biz aytayotgan haqiqiy saodat boylik, mansab, dunyo matohini ko'p bo'lishi yo oz bo'lishi bilan belgilanmaydi. Islomiy tasavvurdagi saodat, haqiqiy baxt iymon, solih amal va to'g'ri o'lchov tushuncha. Ko'pchilik odamning saodat haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Baxt nima deb so'rasangiz, odamlar shu dunyo matohidan nimaga yeta olmayotgan bo'lsa, shunga erishishlikni baxt deydi. Qaytarib aytaman. Baxt nima desangiz, dunyo matohidan kimga nima yetmayotgan bo'lsa, shunga yetishlikni baxt deydi. Kambag'al boylikni baxt deydi. Kasal odam sog'ligini baxt deydi. Befarzand odam farzandni baxt deydi. Uysiz odam uyni baxt deydi. Bo'ydoq odam qarab turinglar, mana dunyo matohida kimi qo'lida nima yo'q bo'lsa, dunyo matohidan shunga erishishlikni baxt deb o'ylayapti. O'zi asli haqiqiy saodat oxiratda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fa ammalladina shaqu fa finnar." Haqiqiy baxtsiz insonlar oxiratda jahannamda bo'ladi. Va ammalladina su'idu fa fil janna. Haqiqiy baxtli odamlar jannatda bo'ladi. Bu oxiratdagisi. Biz dunyodagisini aytyapmiz. Dunyodagisi. Baxt nimada, saodat nimada? Qo'lingga katta mablag' kelib tushdi. Yangi mashina sotib olding. Yangi uy sotib olding. Uylanding. O'zingni baxtiyor his qilasanmi? His qilasan. To'g'rimi shu? To'g'ri. Bu qanaqa baxt? Birodar, bu baxt emas. Bu xursandchilik. Xursandchilik vaqtincha bo'ladi. Baxt doimiy bo'ladi. Yangi telefon oldingiz, 10-chini. Bir hafta baxtli bo'lasiz. Keyin o'rganib qolasiz. Demak, baxt emas bu. Bu xursandchilik deyiladi. Baxt vaqtinchalik bo'lmaydi. Xursandchilik lahzadir, rozilik esa hayotdir. Xursandchilik lahzadir, baxt esa hayotdir. O'sha eng baxtiqaro odamda ham hayotda xursandchilik kunlari bo'ladi, lekin baxt deyilmaydi u. Xursandchilik deyiladi. Qarang. Bu dunyoni matohi qo'lingizga kelib tushishi bilan sizning qalbingizda paydo bo'lgan xursandchilik sizga vaqtinchalik saodat shuurini beradi. Qaytaraman. Mana shu dunyoni matohi qo'lingizga kelishi sababli paydo bo'lgan qalbingizdagi xursandchilik sizga vaqtincha saodat shuurini beradi. Lekin haqiqiy saodat vaqtincha bo'lmaydi. U doimiy bo'ladi. Mashina oldingiz. Endi baxtlisiz. Mashinangiz bor. Necha kun baxtlisiz? Bir hafta, 10 kun. Keyin ko'nikib qolasiz. Tamom. Saodat shuuri tugadimi? Tugadi. Uyingiz yo'q edi. Uyli bo'ldingiz. Endi eng baxtli kishisiz siz. Uyingiz bor. Keyinchi ko'nikib qolasiz. Tamom. Saodat shuuri tugadi. Boyroq edingiz. Uylandingiz. Endi eng baxtli kishisiz. Endi xotiningiz bor. Necha kun baxtlisiz? Tugadimi shu bilan vaqtingiz? Tugadimi 40 kundan keyin baxt? Ana, keyin ko'nikib qolasiz. Qaytaramiz. Demak, dunyo matohidan sizning qo'lingizga bir narsa keldi, sizni quvontirdi. Bu xursandchilik, bu saodat emas hali. Chunki xursandchilik vaqtinchalik bo'ladi, saodat doimiy bo'ladi. Tushunarlimi? Mana doim sizni xursand qiladigan narsa nima? Doim u bilan quvonib yurasiz, xursand bo'lib. Namozingiz. Ertaman turasiz, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deysiz, quvonasiz. Bu bundan zerikmi? Demak, mana shu baxt. Tushunarlimi?
Xulosa, dunyo matohiga bog'langan quvonch vaqtinchalik saodat shuurini beradi, keyin unga ko'nikib qoladi. Dunyo matohi sababli qo'lingizga kelgan quvonch bu hali baxt degani emas. Chunki baxt, saodat doimiy bo'ladi. Chunki la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan ibodati bor, haromdan uzoq, jannat umidida yashayotgan odam baxtli, faqat tushunmaydi u. Ilmsizligidan, ko'chadagi dunyo matohi ko'zga chiroyli ko'ringanidan, mana o'lchov tushuncha pishib yetilmaganligidan o'zini baxtsiz his qilaveradi. Anonim yo'q, manonim yo'q, anonim kam, manonim kam. Apple kompaniyasini asoschisi haqida nima bilasizlar? Dunyo matohida cho'qqiga yetgan, biznes olamida eng katta cho'qqilarni zabt qilgan Steve Jobs haqida o'qib beraman. 56 yoshida vafot etgan. Apple kompaniyasining asoschisi. O'zini zamonasidagi eng peshqadam biznesmen. O'zidan keyin 7 yoki 8 milliard dollarlik boylikni qoldirib ketdi. 56 yoshida o'tdi. Bu Steve Jobs 8 yil davomida oshqozon osti bezini raki bilan kurashdi va mana shu kasal tufayli o'lib ketdi. Bu odamlar uchun tijoratdagi muvaffaqiyatning ramzi. Tushunyapsizmi? U mana shu o'limi yaqin qolgan paytda to'shagida yotib aytgan so'zlari bor. Juda ham ibratlanarli. Ki siz bilan biz yeta olmaydigan pulga yetgan. Biz yeta olmaymiz, yetishimizdan yetmasimiz ko'proq. O'sha odam biz orzu qilayotgan narsani cho'qqisiga yetib turib, cho'qqiga chiqqanda bu tanlagan yo'li, bu oldiga qo'ygan maqsadi, bu o'lchov tushunchalari hech narsa emasligini e'tirof qilyapti. Biz hali yetganimiz yo'q u cho'qqiga. Biz yeta olmaymiz ham u cho'qqiga. Yetgan odamning gapini eshitib turing. So'zma-so'z o'qib beraman. Uning so'nggi so'zlari. Men biznes olamida muvaffaqiyatning cho'qqisiga chiqdim. Boshqalarning nazarida mening hayotim muvaffaqiyatning ramzidir. Biroq ishdan boshqa quvonchim kam edi. Oxir-oqibat boylik men o'rganib qolgan haqiqat edi xolos. Hozir to'shakda yotib butun umrimni eslarkanman. Menga yaqinlashib kelayotgan muqarrar o'lim oldida men ega bo'lgan hamma e'tibor va hamma boyliklar ma'nosiz ekanini va oliy ma'nodan mahrum ekanligini tushunyapman. Mashina haydash uchun siz kimnidir ishga yollashingiz mumkin. Odamlarni yollab siz uchun pul topishga ishlatishingiz mumkin. Lekin hamma pulingizni sarflasangiz ham sizni o'rningizga mana shu dardni ko'taradigan odamni yollay olmaysiz. Har qanday moddiy narsalarni topib, sotib olish mumkin. Ammo bir narsa borki, uni yo'qotsangiz hargiz topa olmaysiz. Hayotni. O'zingizga yaxshi muomalada bo'ling, boshqalarni hurmat qiling. Yoshimiz o'tgan sari aqlimiz to'lib borar ekan, biz 30 dollarlik soat ham, 3000 dollarlik soat ham bir xil vaqtni ko'rsatishini tushunamiz ekan. 30 dollarlik hamyon ham, 300 dollarlik hamyon ham bir xil miqdordagi pulni sig'dirishini tushunamiz ekan. Mashina 30.000 dollarlik bo'ladimi, 300.000 dollarlik bo'ladimi, masofa va yo'l bir xil bo'ladi. Yetib boradigan joyimiz ham bir xil bo'lar ekan. Uyingiz 300 kvadratlikmi, 3000 kvadratlikmi, unda bir xil yolg'iz bo'lasiz. Sizning haqiqiy ichki baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. 8 milliard dollarni qoldirib qo'ygan shunaqa katta biznesmen, cho'qqiga chiqqan odam aytayaptiki, sizni haqiqiy baxtingiz dunyoning moddiy narsalardan kelib chiqmaydi. O'shuncha puling bo'lsa ham baxtli bo'lmaysan ekan deyapti. Bizda u pulni 10dan biri ham 100dan biri ham yo'q. Lekin shuni orqasidan yugurib yuribmiz. Yetganlar aytayapti bo'lmas ekan baxt deb. Agar samolyotning biznes klassida uchayotgan bo'lsangiz ham, ekonom klassida uchayotgan bo'lsangiz ham, samolyot yerga qulasa bir xil tushasiz. Meni tushunyapsiz degan umiddaman. Agar do'stlaringiz bor bo'lsa yoki siz dildan suhbat qilishingiz mumkin bo'lgan odamlaringiz bor bo'lsa, bu haqiqiy baxtdir. Steve Jobs davom etadi. Inkor etilmaydigan haqiqatlar. Bolalaringizni boy qilib tarbiyalamanglar. Ularni baxtli bo'lishi uchun tarbiya qilinglar. Shunda ular ulg'ayganlarida narsalarning qadrini bilishadi, ularning narxini emas.
Ovqatni doridagi iste'mol qilinglar. Aks holda dorini ovqatdagi iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Sizni yaxshi ko'radigan insonlar sizni tashlab ketishlikka 100 ta sababni ko'rib tursa ham, sizni oldingizda qolishlikka bitta sababni topishadi. Inson bo'lish bilan insoniy bo'lish orasida katta farq bor. Agar siz tez ketishni xohlasangiz, yolg'iz yuring. Agar uzoqroqqa borishni xohlasangiz, do'stlaringiz bilan birga yuring. Dunyodagi eng yaxshi 6 ta tabib: quyosh nuri, dam olish, sport mashg'ulotlari, parhez, o'zingga ishonch, do'stlar. Steve Jobsning so'zi tugadi. Odamlarni orzu qilgan narsalarni hammasiga erishgan odamning oxirgi so'zlari. Haqiqatan so'zlari to'g'ri, ma'noli, ta'sirli, ammo bitta narsa yetmayapti u nasihatda. Uni nasihatda bitta narsa yetishmayapti. Nima u? Allohga bo'lgan iymon gapirilmayapti. O'shuning uchun bu odam baxtsiz bo'ldi. Shunaqa katta boylikka, shunaqa katta obro' hurmatga erishgan odam iymonni gapirmaganligi uchun baxtsiz bo'ldi. Shuning uchun haqiqiy saodatning birinchi va asosiy muhim sababi nima? Allohga bo'lgan iymon, undan keyin solih amal, undan keyin o'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligi. Bu inson o'zini tutgan yo'lida sobit turdi, hamma mashaqqatlarni ko'tardi, maqsadiga yetdi, erishdi. Ammo umrining oxiriga kelganda qarodi, tanlagan yo'li ham, oldiga qo'ygan maqsadi ham hech narsa emasligini tushundi. Qachon tushundi? O'lim peshanasiga kelib tekkanda. Muqarrar o'lim oldida meni intilgan, topgan narsalarim hech narsa emasligini endi tushundim, deyapti. Birodar, sen bilan menga unga berilgan boylik berilmaydi, berilmasligi mumkin. Odamlarning ko'pchiligi shu dunyo matohida yugurib yerib o'lib qolyaptimi? Ularga bu boylik, unga yetgan boylik 70dan 70 ko'proq. Ammo o'sha narsaga erishgan odamni umrining oxirida aytayotgan gapiga e'tibor bergan. Sen bilan menda iymon bor. Sen bilan menda solih amal bor. Endi sen bilan menda o'lchov tushuncha to'g'ri bo'lsin. Chunki insonni saodatli qiladigan narsa dunyoda nima edi? O'lchov tushunchani to'g'ri bo'lishligi. Demak, saodat dunyo matohining ko'pligida emas. Bu masalada dinimiz bizga qanaqa ta'limotni beradi? Inson saodatli bo'lish uchun Allohning taqdiriga rozi bo'lish kerak. Hamma narsaga ega inson saodatli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan inson saodatli. Hamma narsani qo'lga kiritgan odam baxtli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan odam saodatli. Rozi inson, kunidan, hayotidan rozi inson hargiz xarob bo'lmaydi. Dunyodagi ko'p odamlar saodatni qidiradi-yu, ammo qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Odamlar saodatni qidiradi-yu, ana shu saodatning asosi bo'lgan qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Qanoat qil, saodat topasan. Agar mana shu tushuncha bilan yashasakchi, hammamiz saodatli bo'lamiz. Hammamiz imkoniyatimiz bor. Faqat qanoat qilaylik, rozi bo'laylik. Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, ar-rido bil qadar yudhibul hamma wal hasan. Qadarga, taqdirga rozi bo'lishlik g'am qayg'uni ketkazadi, binobarin saodat olib keladi. Kim Allohning ato qilgan taqsimiga rozi bo'lsa, Alloh berganini keng qiladi, barakali qiladi. Kim Alloh unga ato qilgan narsaga rozi bo'lmasa, unga uni keng qilmaydi va barakali qilmaydi. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Ularning hayoti dunyodagi maishat tirikliklarini ham ularning o'rtasida biz taqsim qilganmiz. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Norozilik taqdirni o'zgartirib qo'ymaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Toifdan toshbo'ron bo'lib qaytganlarida rozi ekanligini aytdilar, saodatli bo'ldilar. Bilol ibn Rabohni olib chiqib azoblashganida kunidan roziligini aytdi, baxtli bo'ldi. Sen ham birodar, Allohning taqdiriga rozi bo'l, eng baxtli inson bo'lasan. Taqdiringga rozi bo'l degani hech narsa qilmasdan o'tiraver degani emas. Juda muhim joyi. Taqdiringga rozi bo'l degani hech narsa qilmasdan o'tiraver degani emas. Ha, musulmonda kambag'al bo'lgandan boy bo'lgani yaxshi. Payg'ambarimiz kambag'allikdan panoh tilaganlar.
Musulmon odami kasal bo'lgandan sog' bo'lgani yaxshi, zaif bo'lgandan quvvatli bo'lgani yaxshi. Biz nima demoqchimiz taqdiringga rozi bo'l deyishlik bilan? Qo'lingdan kelganicha turmushingni yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qil. Sog'lom bo'lishga harakat qil, badavlat bo'lishga harakat qil. Hamma sababni qil, undan keyin nima bo'lsa shunisiga rozi bo'l deyapmiz. Loqaydlikka, harakatsizlikka, yalqonlikka chaqirayotganimiz yo'q. Sen mehnatni zo'r qil, natijaga rozi bo'laver degani. Tushunarlimi? Odamlar kunidan rozi bo'lsa, keyin saodat topadi. Endi savol. Hamma kunidan rozimi? Yo'q. Juda ko'pchilik tinimsiz shikoyat qiladi. Mana shu shikoyat siz hayotingizdan rozi emasligingizning dalili bo'ladi. Mana shu shikoyatingiz sizni dunyoda baxtsiz qilyapti. Vaholanki rozi bo'lishlikka sabab ko'proq birodarlar, norozi bo'lishga sababdan ko'ra. Qaytaramiz. Hayotingizdan norozi bo'lishlikka sabab 4 ta bo'lsa, hayotingizdan rozi bo'lishlikka sabab 40 ta. Faqat qarashni bilmaysizda qaysi tomonga. Dunyo ishlarida sizdan ko'ra holi xarobroq odamga qarang. Oxirat ishida sizdan yuqoriroq bo'lgan odamga qarang. Mana sizga baxtli formulasi. Dunyo matohi, tirikchilik masalasida sizdan holi xarobroq odam bor. Unga qarang-da, kuningizga shukr qilasiz, rozi bo'lasiz, baxtli bo'lasiz. Oxirat ishlarida sizdan ko'ra ulug'roq amalga qodir bo'layotganlar bor. Ularga qarang. Bizda teskari so'p qolgan. Dunyo ishida bizdan balandga qaraymiz, o'zimizdan boyot badavlat odamlarga, oxirat ishida o'zimizdan xarob odamga qaraymizda, noroziligimiz bilan baxtsiz bo'lib turaveramiz. Maoshing ozmi? Ishsiz yurganlar bor. Uying tormi? Uysiz yurgan, ko'chada qolganlar bor. Bitta oyog'ing sindimi? Ikkala oyog'i ishlamayotganlar bor. Arabada o'tirasan yura olmasdan, komada yotganlar bor. Qaraginda, dunyoda sendan ko'ra holi xarobroq bo'lgan, dunyo matohida holi xarob bo'lganlar bor. Unga qara shukr keltirmay ilojing yo'q. Ammo oxirat ishlarida o'zingdan baland bo'lgan odamga qara. Avvalom bir o'zimizni o'lchov tushunchamizni tuzataylik va oilalarimizni o'lchov tushunchasini tuzataylik. Bolalarni boy bo'lishga o'rgatmaylik. Chunki boy kambag'al bo'lishlik taqdir masalasi. Otalar o'zini farzandlarini Alloh bergan kunidan rozi bo'lishga o'rgatsin. Avvalambor o'zi ko'rsatsin rozi ekanligini farzandlariga. Chunki o'g'il bola uchun, dadalar, yosh dadalar, o'g'il bola uchun eng birinchi kumir bu uning otasi. O'sha 10 ga kirgan, 8 ga kirgan o'g'lingiz uchun eng birinchi kumir sizsiz. Siz o'zingiz hayotingizdan rozi ekanligingizni ko'rsating oilangizga, farzandlaringizga, ayollaringizga. Ular shu narsani sizdan yuqtiradi. Endi tinimsiz shikoyat qilib turgan bo'lsangiz o'zingiz hayotingizdan, u nimani ko'rib o'rgansin sizdan. Shuning uchun boy bo'lish hammaning imkoniyatida emas, ammo rozi bo'lish hammaning imkoniyatida. Boy bo'lish hammaning qo'lidan kelmaydi, ammo rozi bo'lish hammaning qo'lida, imkoniyatida. Saodatning asli rozilik. Hayot bu seni haqqing, huquqing emas. Ya'ni Allohning ustidagi sening haqqing emas, seni yashashing. Balki hayot Allohning senga bergan hadiyasidir. Bas hadiyaga rozi bo'l, saodatli bo'lasan. Seni dunyoga kelishliging Allohning ustidagi haqqing emas edi. Alloh seni dunyoga kelishiga qarzi yo'q edi. Dunyoga keldingmi? Allohning hadiyasi bu. Hadiyani qabul qil, rozi bo'l. Hayot Allohning senga bergan nimasi? Hadiyasi. Hadiyani qabul qil. Hadiyani qabul qilib nima qil? Shunaqa ham hayot berasan endi, Parvardigor. Qara endi, onangda mana bor. Menga ham shunaqa hayot bermasa nima qilar eding? Bilasanmi? Suv qo'shilganda, erkak ayol suv qo'shilganda odam bo'lishga yaraydigan 20 millionta tochka bo'ladi. 20 milliontadan bitta sen odam bo'lib qolding. Shuni o'zi shukr keltirishingga, rozi bo'lishingga kifoya qilmaydimi? Hayot bu seni haqqing emas. Hayot Allohning senga bergan hadiyasi. Allohning hadiyasini qabul qil, rozi bo'l. Rozi bo'l, saodatli bo'lasan. Insonning saodati uning qalbida bo'ladi. Keyin qalbidan tashqarisiga chiqadi. Saodat tashqaridan inson ishiga kirmaydi. Insonning saodati qalbida bo'ladi, o'lchov tushunchasida. Shu saodat yana tashqariga chiqadi. Tashqaridan kelgan narsa insonni saodatli qilmaydi. Rozilik Allohning ulug' bir eshigidir.
Obidlarning rohati, dunyodagi jannati. Kim unga shu dunyoda kirmagan bo'lsa, bas uni oxiratda hech qachon totib ko'rmaydi. Alloh azza va jalla bergan hadiyasiga, Alloh taolo bergan ne'matiga, bergan rizqiga, bergan kuniga, bergan taqdiriga rozi bandalardan bo'lishimizga o'zi tavfiq bersin. Chunki banda rozi bo'lar ekan, shundagina uni qalbida qanoat, xotirjam bo'ladi. Banda rozi bo'lar ekan, shundagina saodat topadi. Aks holda insonning dunyosi har qancha ko'p bo'lsin, har qancha uzoq yashasin, har qancha sog' yashasin, bu uni baxtli bo'lishligining asosiy sababi emas. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu